Mana 15 million odamni ma'lumotlari internetga tarqab ketganidan xabarlaringiz bor. Bugun menga bankdan telefon bo'lyapti-da, 50 million nomingizga kredit chiqdi deyapti. Tasdiqlaysizmi deyapti. Yo'q deyapman. Hozir banklaringizga boraman dedim. Adres qayerda? Falon joyda. Bo'ldi, boraman dedim-da, borsam, yo'q dedi, siz nomingizga kredit chiqmagan dedi. Men nomimga kredit olinishi mumkinmi desam, olinishi mumkin dedi. Xo'p, buni zapretga qo'yib qo'ya olamanmi desam, MyGov'dan zapretga qo'yishingiz mumkin dedi. Xo'p, men zapretga qo'yadigan bo'lsam, buni onlayn taqiq qo'yadigan bo'lsam, buni onlayn yechib qo'yishni ham iloji bormi desam, bor dedi. Unda taqiq qo'yganda nima foydasi bor? Baribir ma'lumotlarimiz tarqab ketgan bo'lsa, meni identifikatsiyalarim polni chiqib ketgan bo'lsa mabododa, qanday bo'ladi desam, hech qanaqa foydasi yo'q, baribir kredit chiqishi mumkin dedi. Men bir eshitgandim dedim, o'sha bank xodimiga aytayapman-da endi. Mabodo meni nomimga kredit olinsa va kreditni men vaqtida to'lamasam, u holda meni bank chorniy spiskaga qo'yib qo'yar ekan va natijada meni nomimga kredit olib bo'lmay qolar ekan dedim. O'sha ro'yxatga hozir shu joyda o'zida qo'yib bersangiz bo'lmaydimi desam, yo'q dedi. Uning uchun siz nomingizga albatta kredit chiqishi kerak. Kredit olinishi kerak va o'sha kreditni 3 oy davomida to'lamasligingiz kerak. O'shandan keyin avtomatik sizni nomingizga kredit olib bo'lmaydigan bo'lib, siz qora ro'yxatga tushasiz dedi. O'lib ketsin shu 3 oy ham bo'pti, qilib bering shuni, minimal kredit chiqarib bering, men 3 oy to'lamay yuramanda, keyin o'lib ketsin shu kreditni foizi ham, shu foiz bilan mayli 3 oydan keyin to'lab yuboraman desam, baribir foydasi yo'q dedi. Nimaga foydasi yo'q desam, ba'zi banklar deydi, bu qora ro'yxatga ham qarab o'tirmasdan kredit chiqaraveradi deydi. Bu baloyi azmdan qutulishning iloji bormi yo yo'qmi? Nima qilsa bo'ladi? Bir 50 million kredit o'zi bo'lmaydi. O'sha bank xodimi aytayapti, bitta ichki ishlarda ishlaydigan odamga deyapti, 4 ta bankdan 400 million kredit chiqqan deyapti. 100 milliondan 400 million kredit chiqibdi. Bu nima bo'lyapti? Shuncha migrantlar ishlab O'zbekistonga pul jo'natyapti. Mana yoqdan katta bo'lib o'pirilib, O'zbekistondan tashqariga pul chiqib ketyapti. Bu nima degan gap bu? Bir ham xalqqa qiyin bo'lyapti, ham davlat byudjetiga qiyin bo'lyapti. Bu yoqda MyGov'da ochiq turganingmi, zapret qo'yib bo'lmasingmish. Kredit olish xohlaydigan avvalambor kredit olinishiga men mutlaq qarshiman. Lekin mabodo juda bir haligi kayf xumor qiladigan odamlar bo'lsa, shuni kredit to'layman deb xumor qilib yurganlar bo'lsa, endi u savobi o'ziga, men u tomoniga aralashmayman. Masala nimada? Onlayn ruxsat beriladigan joyini o'chirib qo'yish kerak. Ruxsat olmoqchi bo'lsa, shaxsan o'zi borib ruxsat bersin. Offline o'chirib qo'ysa bo'lsin. Mana shunaqa sistemani taklif qilaman. Fikrimga qo'shilganlar iltimos bitta like bosib o'ringizlar. Mabodo tarqab kerakli joylarga yetib borib qolsa shu gap.